Bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Yana ba. Alilari qarsila. Chet elning lo'nqillari bak esin. Karvatimning beshida ikkisi bor. Alilari, bular hammasi az uchraydigan esilmonlar. Xonish hargiz bundoq cho'kini narsalarni yoqtirmaydi. Alilari. Xaf bo'lmaslar. Mening hech qanday sovg'at og'im yo'q. Alilari. Sevimli xonishim. Alilari, xabat elchisi ko'rishkin keldi. Tez kirsin. Hürmetli alileri, Xonishning mavjud kunining oz qolganligini bilib, shohimiz Atoydan sovg'at avatdi. Tez ichib ko'rib boqaylik. Mushu bir necha oxiraq bilan meni mazaq qilib otamsizlar? Mening haddim emas, alileri, ochiqlarga hoybasizlar. Bu odatdagi oxiraq emas. Bu bizning davlatimizning ustlari ko'ngil qo'yib to'qib chiqqan, ham yumshoq, oppoq, xonishga hammadan bek mos keladigan raqam. Axraq pak sap buraq bo'ladigan, menga yaradi. Rangi oxiraqni yaxshi degili bo'lamdi. Ağlasaq, dövlətlərdə usta bir adam var ekan. Bo'lsa, shu odam jahonda yo'q rangi bo'yab, xonishqa sovg'a qilsin. Albatta, mening davlatimda talant egalari nurg'un. Unda kichik ishlar hech nimaga tang emas. Alileri, ko'zimizni bir ichib qo'ygan bo'lsalar. Nəsirdin aka, bek xo'p ketdi. Ular texnik usul məşqig'li kelmaydi bu. Mening mavlud kunimga az qoldi. Menga nima sovg'a qilasizlar? Hurmatli xonish, o kundagi ziyofatda men do'stlarim bilan birga sizlarga usul o'ynab beraman. Saqlamaylik, biz ularni izlab boraylik. Sizin bozaracha bir qismiliq bu. Biz avval Ömerni izlab boqaylik. Voy, Ömerning gapini qilsak o kelyapti-ku. Hey, Ömer. Voy, Ömerga nim bo'lgandi? Hey, qarang, Alim. Alim. Tag'ay, bo'ldi qo'g'lima. Tag'ay, bo'ldi qo'g'lima, to'xta. Obul kengo. Obul, buncha aldirash nega manda? Nəsirdin, sizlar tex bilmamsizlar. Podsho jahonda tangdish yo'q bir xil rangli fraxt bo'yash to'g'risida uqtirish chiqadi. Bo'yab chiqqanlar uchun mukofot paket. Men boyning do'koniga berib bo'yab ep kelay. Unda bo'lsa usul o'ynamamsizlar? O'ynamaymiz. Ularning hammasi raxt qo'yg'ili ketdi. Biz usulimizni qanday qilamiz? Bu uqtirishning ta'siri bak cho'nkan. Hatto obulmi usul o'ynamaydigan bo'ldi. Yurtdoshlar suvdisinim qilmay, bunda qarg'ulachi ish qilsa yaxshi bo'lmaydi-da. O'ylab boqay. Topdim. Bayxo'jam, bu yoqda menga bir kerak. Bayxo'jam, Bayxo'jam, bu yoqda bilmaslar. Allah xolis, men yana bay bo'ladigan bo'ldim. Do'kandagi bu yoqlarning ba'zi biroz o'stirildi. Sizlar o'stiraman debla o'stirib olsizlar, Bayxo'jam. Bu yoqlar mening qanday qilsam o'zimning ishi. Bayxo'jam, sizlar yana oshko'za qilyaptilar, ha? Sening nima qarang? Qalaymiqan bu yoqqa manglar. Avval podshoh degan jahonda tangdish yo'q rangning qanday rang ekanligini bilib olaylik. To'g'ri. Shuni bilib olishimiz kerak. Nəsirdin, sen bir chat tutur. Mening savdo qilishimga daxl qilmay. Yo'qlab. Mana. Beyim. Oy, xotin. Beyim. Chiroyli xotin. Oy. Aliyamma, agar siz bo'yoqni besib satmay, o'zlari o rangni bo'yab chiqsalar, undaqda podshohning butun mukofotining hammasi sizlarning bo'lmamdi. To'g'ri. Hozirli berib boyga aytay.
Bo'ldi, boyaqlarni sotmayman. Sizlar qaytib ketinglar, ha? Ketinglar. Nima satmaysiz? Nima sotmaydilar, ha? O narsa yuqori бағада o'simi sotmayman. Qanaq? Bayğucam satmagandan keyin xaloyiq qaytib ketaylik. Ana, olib. Biz yana qaytib usulimizni mashq qilaylik. Agar jahonda tangdish yo'q rangni bo'yab chiqolsanglar, podshohdan nima mukofotlanmoqchi? Altın palta. Altın paltada o'tin yarsa nima degan paysi? Agar shohim meni birini suyib qo'ydigan bo'lsa, xaloyiq men shundoq havas qilib ketadi. Bo'ldi, biz usulimizni mashq qilaylik. Boy bu yoqni sotmasa, biz raqni qandoq bo'yaymiz? Nəsirdin, sen raqni bo'yaydigan amal topa olamsan. Bu balkim podshohning birdamchilik qiziqishi bo'lishi mumkin. Biz yana usul mashq qilaylik. Turinglar. Biz usul o'ynag'ili boraylik. Mening raq bo'yaydigan amalim bor. Men bilan menglar. Hey. Bamig'in, biz usul mashq qilaylik. Qanday? Mening podshohning mukofotiga erishkim bor. Usul o'ynag'im yo'q. Raq bo'yag'ili boray. Hey. Nima degan rangli raqlar bu? Men bo'yga raqning rangida qizilning ichida so'zsiz rang bor. Cho'qim jahonda tangshi yo'q rang. Men yeshilning ichida seriq rang bor, ko'k rangli raq bo'yab chiqdim. Bu jahonda tangdishi yo'q rang. Mening bo'yg'inim loyni ko'ydirib chiqargan rang, intoyni aloyida. Orada bundaq rangni ishlatmaydi, o bol. Yana o'zing eqqal. Begim, biz zodi qaysini olsak bo'lar? Bu menimcha hammasilar jahonda tangdish yo'qdek ko'rindi. Hammani apranglar. Birsini qo'yib qo'ymanglar. Yana bu to'praqni mag'ash beringlar. Qandaq, bu ranglar bo'lamdi ekan. Qandaq? Hammasi chiroyli ekan, ammo buning qaysi jahonda tangdishi yo'q rangli raq? Bu Abbos, jahonda tangdishi yo'q rangli raq qani? Oliylari, mushularning hammasi shu. Buncha bola ko'p rangning qaysi jahonda tangdishi yo'q? Bu sus qizil, bu seriq yeshil, bu ko'k. Oliylari, qarsam bularning hech qaysi jahonda tangdishi yo'q rangda qilmaydi. Sizlarchi? Bular faqat odatga o'ynarlar. Albatta, jahonda tangdishi yo'q rangni bo'yanmaydi. Amsa oliylarining degini. Bu faqat bir sinoq. Jahonda tangdishi yo'q rangni bir necha kundan keyin ko'rasiz. Asli mundoq ekanda. Bo'ladi, men saqlab turay. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, jahonda tangdishi yo'q rangni bo'yab chiqinglar. Xo'p, oliylari. Nəsirdin to'g'ri debdi. Biz vaqtimizni raq bo'yash qistirab qilmaylik. Nadim jahonda tangdishi yo'q rang bo'lsin. Birolla usulimizni yaxshi mashq qilsak bo'ladi. Nəsirdin. Hozir faqat senla bizga yordam qila olaysan. Raq bo'yashqimi? To'g'ri, faqat senla Qilamayman. Bu qilamayman degandan keyin tez ketsizlar. Biz usul mashq qilamiz.